o'zingizni yoshingiz paytda hamma erkaklar ham mehr bermagan, lekin farzandi uchun yashagan, to'g'rimi? Hozirgi ko'pincha shunaqa mehr bermay qoladi, yo bir urushib qoladi. Shu bilan bir-biri bilan ajrashib, bolani free yetim qilishyapti-da. Bunga qanaqa qaraysiz? Albatta salbiy qarayman. Eng yomon narsa deb o'ylayman. Chunki ota-onani farzand uchun mas'uliyati yo'qmi? U hech qachon hayotga tayyor emas ular. Farzand har doim ham Xudo bergan ne'mat bo'ladi-da. Har kim ham unga yetish juda qiyin narsa-da. Alloh shu narsani beribdimi, albatta yoshlarimiz ham o'sha narsaga mas'uliyatli qarash kerak deb o'ylayman. Keyin ko'pincha yoshlarimiz bekor mehnat qilishdan qochadi. O'sha farzandini, oilasini boqishdan qochadi. Erkaklarning mas'uliyatsizligi shu narsaga olib keladi deyman. Ayolga mehr bermasligi ayolni shu ahvolga olib keladi.